To'g'radagi suvga shunday solib qo'ysa ham bemalol hech nima qilmay ishlayveradi. Kelishi bilan O'zbekiston bozorini buzib o'rganmadi. Mana mana shu bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Teshib qo'ydim ochib. Tecno Spark Go 2 modeli. 2025-yilda eng budjetli va kuchli modellaridan biri. Ikkitadan chexol, naushnik, USB kabeli, zaryadchiklari, hamma narsasi o'zini ichida chiqadi. Smartfon 6 GB operativ xotira va 128 GB ichki xotiraga ega. Telefonning kamerasi siz o'ylaganingizdan anchagina tiniq. Mana. mAh akkumulyator o'rnatilgan, 15 vatli galovka yana o'zidan ham chiqadi. Undan tashqari 4G+ 5G da ishlaydi. Budjetli model uchun bundan ortiq nima kerak? Smartfonga 120 Hz displey o'rnatilgan. Undan tashqari IP64 standartida chang va suvdan himoyasi mavjud. Bu degani mana chakka o'tib turibdi, hamma to'g'radagi suvga shunday solib qo'ysa ham bemalol hech nima qilmay ishlayveradi. Lekin bu model вообще rostlagasam Robocop ekan. Qancha tashlasa ham ekranga hech nima qilmayapti. Ishlayveradi, lekin sinmaydi. Telefon 2 sim kartani qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari 1 terabaytgacha ham bemalol fleshga qo'ysanglar ham ko'taradi. Bu smartfonga zavodda o'zi 4 yil garantiya beryapti. Umuman hech nima qilmaydi. Telefonni o'zini sindirib qo'ymasangiz bo'ldi. Telefonning narxi atiga $99.